Assalomu alaykum. Bu murojaatim Nasim Xolovga tegishli. Nasim Xolov iflos, harromi. Mani telefonimga 8926 929 81 47 WhatsAppimga yozib qo'ying. Tushundingizmi? Siz odam emas, molsiz, moldan tashqari. Tushundingiz? Adminingiz ham bir iflos. Bir odamni iltimosini quloq solishni bilmaydi. Men sizga 10 kundan beri, bir haftadan beri yozib yotibman. WhatsAppga 100 marta yozdim. Javob berishni bilmaysiz. Qolganlarga lekin o'zbekcha jonbozlik qilib ko'rsatasiz, to'g'rimi? Yordam beryapman, ko'rib qo'y deb. Meni bitta samarqandlik men hozir Moskvadaman, Nasim Xolov. Meni samarqandlik iflos bir moshennik 70 ming rubl pulimni olib uxlatib ketgan. Ana shuni rishat qilib bering. Bu sizga video murojaatim bo'ladi. Harromidan bo'lgan. Eshitib qo'ying bu gapimni. Sizlar bu yerda o'tirib odamlarni qiynalganini eshitib, kasal bo'ldi, pashqa bo'ldi deb yordam berishni bilasizmi? Yo quloq solishni bilmaysizmi? Aytib qo'ying Nasim Xolov. Men keyin Moskvaga kelganingizda boshqacha gaplashaman. Любой putim topaman sizga aytib qo'ying. Keyin men boshqacha gaplashaman. Sharmandangizni chiqishini xohlamasangiz blogerlar oldida aytib qo'ying, meni masalamni hal qilib qo'ying. Sizga men bir hafta bo'ldi adminingizga yozganimga. Galasavoylarimni jo'natib qo'ysan adminingiz sizga. O'shanda ko'rib olasiz meni qanaqa insonligimni. Meni hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q. Tili qisqirlik joyim ham yo'q. Men ahmoq emasmanki, o'tirib olib ro'zada odamlarga mana bu yerga gapirib, jalva qilish. Men boshimdan o'tib o'tiribdi. Ana shu boshimdan o'tgani uchun 70 ming rublga uxlatib ketgani uchun, butun kvartirani qazga botirib ketgani uchun men o'zim chiqyapman video murojaat bilan sizga. Majbur bo'ldim chiqishga. Aytmagan blogerim qolmadi. Sherzod blogeriga ham aytganman, boshqa blogeriga ham aytganman. Ko't hammasi, yuban hammasi. O'tirib olib jonbozlik qilishni biladi xolos. Qarochi sizga shu gap. 8926 929 81 47 nomerim. Duxingiz yetsa telefon qiling. Qanday tushundingiz? Любойing telefon qil. Любойingga javob beraman. Men qo'rqadigan joyim yo'q. Menda nima vaziyat bo'lgan bo'lsa, hammasini aytib beraman. Isbotim ham bor kerak bo'lsa, guvohlarim ham bor. Tushunarlimi Nasim Xolov? Bu sizga murojaat.